konstitutsiya lotin tilidan olingan bo'lib, konstitutsion, tuzuk, tuzilish degan ma'noni anglatadi va davlatning asosiy qonuni hisoblanadi. 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan konstitutsiya 6 bo'lim 27 bob 155 moddadan iborat. Men O'zbekiston konstitutsiyasini bilaman va unga amal qilaman. Chunki konstitutsiya mening huquqlarimni himoya qiladigan eng mustahkam tayanchdir. Konstitutsiya bizning asosiy burchlarimizdir. Konstitutsiyada erkinliklarimiz va kelajaklarimizni bilamiz. Konstitutsiyani hurmat qilish mening asosiy vazifamdir. Har bir inson malakali va tibbiy huquqlardan foydalanishga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 9-bob 40-modda. Fuqarolar konstitutsiyaga va qonunlarga rioya qilishga va sha'nini va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. O'zbekiston konstitutsiyasining 49-moddasi. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy meroslarini asrab-avaylashga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasi. Konstitutsiyani o'qish, anglash va unga hurmat bilan qarash kuni men o'z huquq va burchlarimni bilgan o'quvchiman. Biz konstitutsiyani biladigan, uni hurmat qiladigan yoshlar. Huquqni bilish kuch, kelajak bizdan boshlanadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 41-moddasi har kim bilim olish huquqiga ega, bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasi voyaga yetgan, mehnat layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Respublikasining Konstitutsiyasi 47-moddasi barcha fuqarolar Konstitutsiyasining belgilab qo'yilgan burchlarini bajaradilar. Respublikasini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 8-moddasi. Konstitutsiya bizning imkoniyatlarimiz va huquqlarimizni belgilab beradigan eng muhim qo'llanma hisoblanadi. Uni bilish kelajakka ishonch bilan qadam qo'yishdir. Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat asosida amalga oshiradi. O'zbekiston Konstitutsiyasi 2-bob 14-moddasi. Men o'z huquqlarimni bilaman va men burchlarimga rioya qilaman. Konstitutsiya bizning asosiy qomusimiz. Konstitutsiya bu xalq ovozi, bu erkinlik. Konstitutsiya o'z fikrlarimizni ifoda etish, e'tiqod va orzularimizni qo'rqmasdan amalga oshirish imkoni. Konstitutsiya bu adolat va tenglik. Shuningdek, u mas'uliyat, huquqlar bilan birga majburiyatlarimiz borligini ham unutmaslikdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. 2023-yil 30-apreldagi referendumda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi Konstitutsiyaviy qonuni 1-maydan kuchga kirdi. Konstitutsiya mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega va to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Yangilangan Konstitutsiyada moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni xalqimiz takliflari asosida yangilanib, asosiy qonunimiz matni qariyb 65% ga ortdi. Avvalgi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida tashqi siyosat bobi faqatgina bitta moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, yangilangan Konstitutsiyada esa ushbu bobga yana bir modda qo'shildi. Ya'ni 17-moddada O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyekti ekani alohida ta'kidlab o'tildi. 18-moddada esa O'zbekiston davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirishi belgilandi. Yana bir muhim jihat, Konstitutsiyamizning 23-moddasida O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishi kafolatlangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hozirda o'zbek, ingliz va rus tillarida bo'lib, ayni paytda qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, arab, ispan hamda fransuz kabi xorijiy tillarga tarjima qilinmoqda. Bizni millat sifatida belgilab beruvchi huquq va erkinliklarimiz kafolati bo'lgan Konstitutsiya kuni muborak bo'lsin.